Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimiz 6 metr konteynerga dush va tualet joylashtirilgan qurilish obyektlari, ishlab chiqarish korxonalari, zavodlar uchun mo'ljallangan. Demak, kirganda 3 ta kabina, tualet va rakina, pollari kafel qilingan, devorlari dekor plus, utepленный, issiq sovuqqa chidamli, bitta fortchka qo'yilgan havo aylanishi uchun. Akfa eshiklar qo'yilgan, chashagan, suv bachogi. Kabinalar mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Va umumiy elektr tarmog'iga ulanish uchun avtomat qo'yilgan burchakka. Xo'p, keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi kabinalarimiz bu dush yuvinish uchun dushlar qo'yilgan. 3 ta kabina siqqan bu yoqqa ham. Bu yerga arison o'rnatiladi. Mana arisonni qo'yib qo'yilgan, joyiga borgandan keyin o'rnatib qo'yiladi. Xo'p, dushlarimiz mana shunday ko'rinishga ega. 90 ga 90 podnom, plastmas santexnika va parda bilan to'siladi. Bu yerga kiyim yuvish uchun kichik bir shkaf o'rnatsa bo'ladi va bu yerda ham havo aylanish uchun bitta fortchka va elektr tizimi o'rnatilgan arison uchun. Kimga mana shunaqa ixcham obyektlar uchun dush, tualetlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqib kelaverasizlar. Buyurtma asosida tez va sifatli tayyorlab beramiz.